Assalomu alaykum. Essential Grammar in Use darslari davom etadi. Demak, bugungi darsimizda sizlar bilan 71-unitni o'tamiz. Demak, 71-unitimizda endi biror bir joyga borishda the artiklini ishlatish yoki ishlatmaslikni ko'rib o'tamiz. Demak, boshlaymiz. Hop. She's at work. U ishda. They are going to school. Ular maktabga ketyapti. He's in bed. U demak divanda degan ma'noda. E'tibor bersanglar, bu so'zlarimizda demak predloglardan keyin, ya'ni prepositionlardan keyin hech qanaqa demak the article, aniq article kelmayapti. We say deyapti. Biz aytamiz go to work, be at work, start work, finish work. Ishga bormoq, ishda bo'lmoq, ishni boshlamoq, ishni yakunlamoq. Demak, ish bilan bog'liq bo'lgan ish harakatlariga demak biz the siz gaplar tuzib yasar ekanmiz. Ya'ni the article siz. Misol uchun by, hire, I'm going to work now. Men ishga hozir ketyapman. Bu yerda e'tibor bersanglar go to work deyapti. Hech qanaqa article siz, ya'ni the article'larsiz gaplarni tuzyapti. Not to the work deyapti. Ya'ni bu gap grammatik jihatdan xato. I finish work at 5 o'clock every day. Har kuni soat demak 5 da ishimni tugataman deyapti. I finish the work emas, shunchaki I finish work deyish kerak bo'lyapti. Endi xuddi shunday maktabga bormoq, maktabda bo'lmoq, maktabni boshlamoq, maktabni tark etmoq degan so'zlarni ham the siz demak yozar ekanmiz. Misol uchun what did you learn at school today? Xo'p, bugun maktabda nimani o'rgangan eding? Qarasanglar, bu yerda ham xo'p, hech qanaqa the siz gaplar tuzilyapti. Not at the school. Tushunarligi? Some children don't like school. Demak, ayrim bolalar maktabni yoqtirmaydilar deyapti. Bu yerda ham don't like the school demayapti, shunchaki schoolni o'zini yozib ketyapti. Va xuddi shunday biz demak university, college larga ham, misol uchun universitetga bormoq, kollejga bormoq, universitetda bo'lmoq, kollejda bo'lmoq degan gaplar tuzsak, hech qanaqa the article'siz tuzar ekanmiz. Misol uchun Helen wants to go to university when she leaves school. Demak, Helen maktabda tugatganida, ya'ni tark etganida, ya'ni bitirib ketganida universitetga borishni xohlaydi deyapti. Bu yerda ham go to the siz kelyapti. Ya'ni bu yerda ham leave the siz kelyapti. What did you study at school? College. Hop. Kollejda nima o'qigan edingiz deyapti. Bu yerda ham at the demayapti. Xuddi shunday kasalxonada bo'lmoq, kasalxonaga bormoq degan gaplarda ham the siz yozamiz. Misol uchun Jack had an accident. Jack avtohalokatga uchragan edi. He had to go to hospital. U kasalxonaga borishi kerak edi. Gaplarimiz e'tibor bersanglar o'tgan zamonda tuzildi va had to ni ham o'tgan zamonga o'zgartirib had to qildi. Have to ni. Bu yerda ham the siz gaplar tuzilyapti. Xuddi shunday qamoqxonaga bormoq, qamoqda bo'lmoq degan gaplarda ham the siz, ya'ni go to prison, be in prison deb yozishimiz kerak. Why is he in prison? Nimaga u qamoqxonada? What did he do? Nima qilgan edi? Qarasanglar, bu yerda ham in the prison demayapti, shunchaki in prison deyapti. Go to church, be in at church. Demak, church degani demak ibodatxona, ya'ni demak bu katoliklar ibodatxonasi. Bunda ham hech qanaqa the siz ishlatar ekanmiz. David usually goes to church demak on Sundays. David odatda yakshanba kunlari ibodatxonaga boradi deyapti. Bu yerda ham go to the siz kelyapti. Go to bed, be in bed. Demak, yotoqqa bormoq yoki yotoqda bo'lmoq degan gaplarda ham e'tibor bersanglar, hech qanaqa the siz gaplar tuzilyapti. Hop, I'm tired, charchadim, I'm going to bed. Men demak yotoqqa ketyapman. Not to the bed deyapti. Tushunarligi? Bu yerda ham the article'siz yozar ekanmiz. Bu gapimiz demak xato bo'lar ekan. Where is Alice? Alice qayerda? She's in bed. Demak, u yotog'ida, ya'ni uxlayapti degan ma'noda. Bu yerda ham in the bed emas. Hop. Go home, be at home. Uyda bo'lmoq, uyga ketmoq degan gaplarda ham the siz yozamiz. Biz ming o'sha joylarni nazarda tutayotgan bo'lsak ham, bu yerda ham yotog'ni nazarda tutyapmiz, lekin the siz ishlatamiz. Shunaqa demak
qoida ekan. I'm tired. Men charchadim. I'm going home. Men uyga ketyapman. Not go to the home. Ya'ni the siz ishlatar ekanmiz. Are you going out tonight? Kechqurun ketyapsizmi? Or are you staying at home? Yoki uyda qolyapsizmi? Bu yerda ham e'tibor bersanglar, hop, the siz, ya'ni at the home demayapti. Bu yerda ham going to the home demayapti. Hop, we say, biz aytamiz deyapti. We say, endi tepada gaplarimiz hammasi demak the siz kelgan gaplardir. Mana bu yerda ham qarasanglar bu belgiga zani chizib qo'ygan. Ya'ni ishda bo'lmoq, ishga bormoq, maktabga, universitet, kollej, shifoxonaga, kasalxonaga yoki qamoqxona, ibodatxona yoki yotoq, uy degan joylarga biz the siz ishlatamiz ekan. Endi quyidagi joylarda bo'lsa the bilan gaplar tushirishimiz kerak bo'lar ekan. Misol uchun ularga misol qilib aytsak, kinoga bormoq. Misol uchun go to the cinema. Qarasanglar the bilan. Xuddi shunday teatrga bormoq, go to the theater. Bankka bormoq yoki go to the bank yoki post office degani pochta, ya'ni umuman pochta ofisi degani o'sha yerga bormoq. Go to the station, stansiyaga bormoq, ya'ni qanaqadir bir poyezd stansiyaga borish ma'nosida yoki. Demak, bu joylarimiz hamisha the bilan kelar ekan. Yoki airport, the city center, ya'ni shahar markazi degan joylar. Examplelar. I never go to the city center. I never go to the theater, but I go to the cinema a lot. Men hech qachon teatrga bormayman, lekin kinoga ko'p borib turaman deyapti. The theater, the cinema deyapti. Are you going to the bank? Demak, bankga ketyapsizmi? The bank. No, to the post office. Yo'q, demak, pochta ofisiga ketyapman. The number 5 bus goes to the airport. Demak, 5-raqamlik avtobus, ya'ni 5-raqamlik avtobus aeroportga boradi. The number 8 goes to the city center. Demak, 8-raqamli avtobus bo'lsa, shahar markaziga boradi. The airport, the city center deyapti. Keyingi example, go to the doctor, demak the dentist. Demak, doktorga ko'rinmoq yoki tish doktoriga bormoq, ko'rinmoq degan gaplarda ham the bilan ishlatar ekanmiz. Qaranglar. Hop, why we are not well. You are not well. Siz yaxshi emassiz, ya'ni yaxshiga o'xshamayapsiz. Why don't you go to the doctor? Nimaga doktorga bormayapsiz degan ma'nodagi example. Bu yerda ham the doctor deyapti. Tushunarlimi? Bular kasblar-ku deyishlari mumkin. Yo'q. Ha, bular kasblar, lekin o'sha odamga ko'ringani borish ma'nosida bo'lsa the bilan. Lekin aytaylik, do'stim doktor, meni dadam doktor, o'qituvchi deyishda siz the siz a artikli bilan aytishingiz kerak bo'ladi. Yoki men doktor bo'lmoqchiman degan gaplarda ham. I go to the dentist tomorrow. I have to go to the dentist tomorrow. Demak, ertaga, demak, tish doktoriga borishim kerak. Bu yerda ham the bilan aytyapti. Xo'p, demak, xulosa qilib aytsak, kinoga, teatrga, bankka, post ofisga, stansiyaga, aeroport, shahar markazi, doktor, tish doktoriga borish degan gaplarimizni demak the bilan yozishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, bu narsalar yodlanishi kerak. Yodlangandan keyin examplelar bilan ko'proq shug'ullanib, yozib, esda qoldirishlaring kerak bo'ladi. Demak, darsimiz oson va qiyin emas deb o'ylaymiz. Shunchaki ko'proq takrorlashdan iborat. Darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.